Assalomu alaykum. Ukam qandaysan? Yaxshimisan? Salomatlari yaxshimi? Assalomu alaykum. Yaxshi rahmat Allohga shukr. Yaxshimisiz aka? Shukr, Allohga shukr. Qanday bo'ldi? Bu hijama, fitabochka qanday bo'ldi? Ma'qul bo'ldimi senga? Udar. Laqachasi zo'rda. Sonra Zo'r. shu Esanboyning xalqiga nima deysan? Kelsa shu bizni tavsiya qilasanmi? Ha, kesin zo'r ekan. Fitabochka yana udar, u hijamasi undan ham zo'r. Mana ancha bo'lganadi. Hech qilmaganman, lekin zo'r yengil bo'ldim hozir. Zo'r. Kesin Esanboy xalqi, laqaynalar polniy qayerdan bo'lmasin, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston Farqi yo'q. Libboy joydan kelsin inshaalloh. Agar kim kela olmasa, dokument hujjatlari bo'lmasa, borib uylarda ham qilamiz inshaalloh. Asturakalar bo'lsa ham. Ha, Strokada bo'lsa ham Libboy joyga boramiz. Sen o'zing normal, ha? Ha, Juda zo'r. Yengil bo'ldim, Yengilsan inshaalloh. İnşallah Xudoga xush qilsa yana kelsang, boshingdan, oyog'ingdan, Nasib. yana beklaringdan olamiz haligi. Bezama chiqqan, ha, shularni olib tashlaymiz nasib qilsa Xudo xolasa. Ha. Esanboy Bapesh. Esanboy Bapesh. Bapesh, ha. Bu adresimiz metro Katinlik, Ulisa Street'in dom 4. Dom 2, ha. Dom 2. Streetli Dom 2. Hech kim shu kelsa uy olib qolmaymiz inshaalloh. Men ham ishonmadim, misol uchun qanday narsa hech qilib ko'rmaganman. Keldim, Xudoga shukr, yaxshi ekanda. Menga ma'qul bo'ldi. Yani hozir kelaman dalshi yana. Ha, kelasan inshaalloh. Mana Xudo xolasa mana fitabochka kirib turib rahat qilding, ha? Rahat qildim, Ha, rahat. mana hijama qildik. Lekin Zo'r, ha? Yengil bo'lib. Boshqasi zo'r ekan. Ayniqsa bu hijamasi ham zo'r ekanda tanaga. Ha, inshaalloh Xudo xolasa. Hammaga tavsiya qilasan. Ha, tavsiya qilaman, kelishsin. Bo'pti, xayr. Nima deymiz endi Esanboy xalqiga? Kelsinlar. Kesin. Rahat qilib ketsinlar, ha? Akalar kesin hammasi Esanboy xalqi. Urra qildi. Bo'pti.